Qaranglar. Xo'sh. Demak, bunga laboratoriya ishimizda qonni o'rganamiz, to'g'rimi? Demak, qaranglar. Bizlarga mana bu o'sha jadval chizib olamiz. Unda hamma chizib kelgani, hamma chizib kelganmi? Demak, bu sxemani nima qilishimiz kerak? Chizib olishimiz kerak bo'ladi. Bizlar bilasizlar, mana bu sxema yordamida mana bu o'sha laboratoriya ishimizda nima qilamiz? Bajarib olamiz. Tushunarli? Demak, qaranglar. Birinchi demak, manfiy tomonga ketdi. Qaranglar. Demak, mana bu nima edi o'zi? Bu nima bu? Tug manbai. Bu-chi? Bu-chi? Demak, elektr qarshilik, rezistor va hokazo. Demak, o'shaning o'rniga biz nimadan foydalanamiz? Lampochkadan foydalanamiz. Tushunarli? Demak, o'sha elektr qarshilik o'rniga demak lampochkadan foydalanamiz. Endi bu voltmetr bo'ldi. Bunimiz nima bo'ldi? Kalit, ya'ni uzib ulag'ichimiz. Bunimiz ampermetr. Barakallah. Voltmetr qanday ulangan bunga? Nima ekan bu? Tug manbai ekan. Bu-chi? Elektr qarshilik. Demak, elektr qarshilik o'rnidan nimadan foydalanyapmiz? Lampochkadan foydalanyapmiz. Demak, bunimiz nima? Voltmetr. Demak, voltmetr o'sha bizlar topatga iste'molchiga yoki o'chiradigan iste'molchiga qanday ulanadi? Parallel ulanadi. Xo'sh, ampermetr bu, to'g'rimi? Qanday ulanadi? Ketma-ket. Qanday ulanadi? Ketma-ket ulanadi. Tushunarli? Demak, qanaqa ulangan ekan? Ketma-ket ulangan ekan. Tushunarli? Agar mabodo ampermetrda parallel ulab qo'ysak nima bo'ladi? Portlab ketadi. Tushunarli? Demak, qaranglar. Birinchi tug manbani qaysi tomondan chiqyapti? Minus tomondan chiqib, demak, elektr qarshiligimizga kelyapti. Demak, manfiy tomondan boshlaymiz. Buni minusdan boshlaymiz. Xo'sh. Mana. E'tibor bilan qarab turinglar. Hozir qayta ulab berasizlar. Tushunarlimi o'zi bo'lgandan keyin? Mana. Manfiy tomoniga uladik. Shundan lampochka keldimi? Lampochkadan buni voltmetrga qarab turamiz. Lampochkadan o'tib ketib, nima kelish kerak? Ampermetrga. Ampermetrdan demak manfiy tomoniga kelish kerak. Qaysi bir ampermetrda? Bunisi. Demak bunisi shunga kelish kerak. Xo'sh degandan bilsak, manfiy tomoniga kelish kerak. Bitta olamiz. Mana. Demak, lampochkaga ulab olamiz. Turib, berlar. Uladikmi? Bo'ldi? Demak, bunga ulaganimizda nima kelish kerak bu? Ampermetrning minusga kelish kerak. Barakallah. Minusga ulaymiz. Uladikmi? Ana, minusga uladik. Endi bundan chiqib nima kelish kerak? Kalitga. Endi bizlar o'zida bo'lgani uchun, men o'zida bo'lgani uchun kalitsiz to'liq o'rnab qo'yaveraman. Tushunarli? Kalitni olayman. Mana. Demak, kalitga borish kerak ekan. Xo'sh, degandan bilsak. Demak, bundan nima kelish kerak ekan? Minus tomonidan kirgan bo'lsa, plus tomonidan chiqib ketadi. Plus tomonidan kirsa, minus tomonidan chiqib ketadi. Kalitga keldimi? Kalitdan chiqib nimaga borish kerak? Plusga. Mana. Demak, bo'ldimi? Ular bo'ldi, ha? E'tirof turibsizlarmi? Bo'ldi. Demak. Demak, ulab oldik, ha? Bu aylanib tomon keldi. Bizda nima qolib ketdi? Voltmetr. Voltmetr demak, o'sha qarshilikni ikkita tomoniga nima qo'yishimiz kerak?
parallel qilib ulab qo'yishimiz kerak. Mana. Demak, buni ulab qo'yishimiz kerak. Mana bu yerga qo'yamiz. Shunga ulab qo'ysak bo'ldi. Kasab qilmaydi. Demak, minusini minusga, plyusini plyusga qo'yamiz. Biz qaysi tomondan keladi? Minus tomondan. Minus tomondan keladi. Mana shu tomonga bo'lar ekanmiz. Bo'ldimi? Demak, bir tomon ulab oldik-a. Endi nima qilamiz? Ikkinchi tomonni ham ulab olamiz. Bo'ldi? Chiqib ketibdi bu. Ha? Ushlabdi-da, kel. Mana ushlabdi. Ana, ulab oldik-a? Menimcha buni shart emasmi? Mana qaranglar. Demak, ulab oldik. Endi nima qilamiz? Bularni to'pga ulab olishimiz kerak bo'ladi. Biz multimetrlarimiz mana bu to'p bilan ishlaydi. Buni batareyasi yo'q-ku. Ana. Bo'ldimi? Ulab oldikmi? Bir tekshirib olamiz. Tushunarli? Ha, doim laboratoriyani o'sha bajarishdan oldin to'g'ri ulanganmi, yo'qmi nima qilishimiz kerak? Tekshirib olishimiz kerak. Nega? Portal ketmasligi uchun. Demak, video qo'ymasligi uchun, noto'g'ri bo'lsak, portal ketmasligi uchun. Tushunarli? Bo'lmasa, jihozlarni mahkamamiz qo'yamiz. Bo'ldi. Demak, manfiy qutbidan manba manfiydan chiqib, demak, qarshilikka va multimetrga ketish kerak. Keldi mana. Qaranglar. O'sha yana qarshilik burchak keldi va yana multimetrda burchak ketdi mana. Ikkalasidan chiqib, bir-biri bilan nima qiladi? Uchrashadi. Ikkalasidan chiqib mana. Ikkita tomon uchrashdi. Uchrashgan joyidan chiqib, qaysiga ampermetr mana. Ampermetrga kelib, ampermetrdan chiqchi kaltdan chiqib plyusga to'g'rilabmiz. Buni to'g'ri ulab qo'yilgan. Tayyormizmi? Portlatishga. Tayyormizmi? Xo'sh. Yo'q, bismillah. Ana. Demak, hozir necha turibdi bu? 12 voltda. 12 da turibdi. Demak, qaranglar. Bizlar bu tomoniga emas, bizlar mana bu tomonga nima qilishimiz kerak? Qarashimiz kerak bo'ladi. Demak, qarab, hozir bu tomonni olib yozaverasan, xo'pmi? Bo'rbormi? Qara bor. Multimetr necha ko'rsatyapti? 11.7. Yoz, 11.7. Birinchisiga. 11.7. 11.7. Ampermetr necha ko'rsatyapti? 0.34. 0.34. Sizga ko'ryapti-yo'qmi? Ko'rsat bu tomonga. To'g'ri qilib ko'rsatman. 14 11.7. Bo'ldi. Demak, qaranglar. Xo'sh, ko'p sizlarga ko'rinmaydi. Kelib ko'rib bir qarab olishlaring mumkin. Bir qarab ol. Keyin o'zlari o'sha urib ko'rasizlar, xo'pmi? Ha, to'g'ri. Bo'ldimi? Demak, keyingi safar hozir buni bajarib qo'ygandan keyin o'zlariga kelib bajarasizlar, xo'pmi? Demak, keyin nima qilamiz? Ikkinchisini. Keyin nima qilib tushlarishni o'zgartiramiz. Xo'sh.
Demak, necha bo'ldi bu? 9,7. 9,7 yoz. 9,7. 7. Xo'sh, bunimiz 0,3. 0,3. Voy, endi grafni o'zgartiramiz. Necha? 7,9. Bunimiz 0,27. 0,27. Bo'ldi. Demak, qaranglar. Xulosalamiz. Demak, bizlar hammasini demak bajarib oldik, to'g'rimi? Endi bizlar nima topishimiz qarshiliklarni topishimiz kerak bo'ladi. Har birini kerak. Shundan bu o'chirib turaman buni. Bo'ldi. O'chirib turaman. Qarshilik topishimiz uchun nima qilishimiz kerak edi? Buni bunga qo'shishimiz kerak bo'ldi. Demak, ishlashimiz 10,7. Bo'lamiz 4,34 ga. Hozir buni men hozir bo'lib ketaman. O'zdan bo'lib turgan qarang. 11,7 ni 4,34 ga. Necha bo'ldi? 11,7 bo'lamiz 0,34 ga. 34,4 yoz. 34,4. Keyingisi yana bo'lamiz. 9,7 Necha bo'lamiz? 9,7 ni 0,3 ga. 9,7 ni bo'lamiz 0,3 ga. 3 ga. 32,3. O keyingisi 7,9 ni 0,27 ga bo'ladi. necha? 7,9 da bo'lamiz nechiga? Butun 27. 29,2. Endi nima qilamiz? Uchchalasini hammasini nima qilishimiz kerak? Qo'shamiz. Bo'lamiz. Uchlasini qo'shsak necha bo'ladi? 29,2 qo'shamiz. 2,3. Xo'sh, qo'shamiz. 32,3 Qo'shamiz. Qo'shamiz nechi? 95,9. Shuni 3 ga bo'lishimiz kerak, o'rtachasi-ku. 3 ga bo'lsak 31,9. O'rta yozib qo'ying. 31 necha bo'ldi? 9. Demak, 31,9 nomga teng ekan. Tushunarlimi? Bilib oldikmi? Tushunarlimi? Endi hozir o'zlaringga bajarib ko'ringlar qani? Kim? Sizlar mana 3. Mana birinchi minusdan qo'sh. minus Ha, bu tomonga ketyapsan men. Xo'sh, bundan nima kelish kerak? kaltga. Kelish kerak. Minusdan. Mana kalt. Nimadan kelish kerak? Kalt. Plusdan kaltga barakalla. Kaltdan chiqmaga borish kerak. Ampermetrga bundan keyin. Yo'q, plus tut ko'zmin. Nima kaltga? Yo'q, bundan emas. Endi Kaltdan chiqmaga borish kerak. ampermetrga. Ampermetrga bor. Buni olib turib, buni bo'laveramiz. Mana shuni. Demak, biz ranjida nima qilib bo'ldi bular? Yig'ib bo'ldi. Hozir yig'ib bo'lgandan keyin nima qilishimiz kerak? Tekshirib, keyin ular ko'rishimiz kerak. Qani qanday bo'lar ekan? Qani. Demak, birinchi o'rinda bular ulangan, cho'kka ulandi. Demak, musbatdan chiqib chiqdi. Hop. Chiqdi. O'rtadan. Ha, o'rtadan. Bo'ldimi? Demak, bosh musbatdan chiqib kelsa keyin kaltga keldi. Bundan chiqib Ampermetrga. bo'ldi. Bundan chiqib minusga, to'g'ri. Bo'ldi. Ular Yozdi. yondi. Kalt yorib dedik-ku. Ajoyib bu, g'aroyib. G'aroyib.
Sima. Koy çıkasa. Yok ya. Rostlanım yorgun kendip görek bende. Oha. Ya bunu yaklamanı aldın uçar. Ne yaklama? Gitme. Hadi moru var. Hammasini nazorat olsun.